Assalomu alaykum qadrdonlar. Afsona Optim marketidan video qilyapmiz. Afsona yetkazib berishi bepul. Dastlabki xizmatlarimiz bepul inshaalloh. Mahsulotlarimiz kundan kunga ko'payyapti inshaalloh. Manzilimiz Shovrug'da. Shovrug' mahallasi komitetning yonidan 100 metr, 150 metr kirganda Polkit tomondan kelsa ham bo'laveradi. Mana mahsulotlarimiz. Asosan unlarimiz bor. 6 xil, 7 xil unimiz bor. 215 ming so'mdan 240 ming so'mgacha unlarimiz bor. Dastlabki xizmatlarimiz bepul. Yetkazib shu olib borib berish Paxtabod rayonida bepul qilib, shu hal madaniyat bilan Durdiyorni qo'shganimiz yo'q. Qolgan hamma mahallalarga inshaalloh yetkazib berishimiz bepul. Dastlabki aytaverasizlar, yetkazib beraveramiz. Mahsulotlarimiz 100 dan ortiq turlari mavjud. Soda, sovun, xo'jalikka ketadigan mahsulotlar, oziq-ovqat mahsulotlari. Kimga nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Mana pista bodomlarga da olib kelib qo'ydik, meva-chevalar, gap beradiganlarga ham hamma narsa topiladi inshaalloh. Tog' go'shtlarimiz 28 ming so'mdan, akrachkasi 33 ming so'mdan go'lenni beryapmiz. Mol go'shtimiz ham bor. Qo'y go'shtimiz tugab qoldi, qo'y go'shti kelmayapti. Mol go'shtimizni 80 ming so'mligi, 100 ming so'mligi bor, lahm. 80 ming so'mligi lahm, 100 ming so'mligi suvagi bor. Shu Belorussiya bilan Hindistonning go'shtlari. Yog'larimiz ham bor mana. Yarko yog'larimiz 215 ming so'mdan 5 litrligi, Milter yog'imiz 5 litrligi 105 ming so'mdan. Yarko 115 ming so'm, bu 105 ming so'm. Xo'sh. Aray 100 ming so'm, Alina 105 ming so'm. Milter 21 ming so'm, paxta yog'ini 1 litrligi 20 ming so'm. 4 kilo 200 lik, 4 litri 600 bo'ladi. Paxta yog'imiz 90 ming so'mdan. Farg'ona yog'imiz 90 ming so'm. 3 litrli Asaka yog'imiz 60 ming so'm. Bu Rohatijon yog'imiz 80 ming so'm 4 litrligi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa dastlabki qilib olib borib berishimiz bepul. Shu Paxtabod rayonimizga yangilik, hali bunaqasi bo'lgan emas. Mana bumagalarimiz kecha keldi, 7 ming so'mdan. 6800 so'mdan do'konlarga beryapmiz. Tuxumlarimiz 37 ming so'mdan. Bugunga xudo xolasa yakshanba kun 20 necha bo'ldi? 22 mi bugun? 22-fevral kunida inshaalloh. Unlarimizni tanho degan unimiz 240 ming so'm. Bu 25 kilolik unlarimiz 115 ming so'mdan Turkiston oppoq osh xamirga ham bo'laveradi. Bunimiz faral unimiz 220 ming so'mdan. Yangi Andijon 215 ming so'm. Undan tashqari Munavvara bilan Marvara xudo xolasa bugun kelib qoladi inshaalloh. Kartoshkalarimiz 7 ming so'mdan. Dastlabki xizmati ichida 7 ming so'm kartoshkalarimiz. 20 mingga 3 kilo bersak bo'laveradi buni. 3 kilo olaman degan odamga 20 mingga 3 kilo qilib normalni kartoshka. Sariq shirin kartoshka xudo xolasa. Bu sabzilarimiz 3 ming so'mdan. 3 ming so'm. Qizili ham, sarig'i ham 3 ming so'm. Bu kartoshkamiz beradi 5 ming so'mdan. Turib sholg'omlarimiz 3 ming so'mdan. Dastlabki xizmatlarimiz bepul, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Tuzimsiz? Sog'misiz? Charchamasdan. Ha, rahmat sekin. Manzilimiz bu yog'i Shovrug' komiteti yonidan bir 150 metr kirganda, bu tomoni Temir masjid Polkit tomondan kelishdi. Mana dastlabkiga trekker mashinalarimiz tayyor. Hozir mana ertalabda dastlabkini boshlayapmiz, xudo xolasa. Trekkerda dastlabki qilib beraveramiz. Ertalabdan xudo xolasa birinchi dastlabkamizni video qilib qo'yaylik dedik. Tushing. Yo Alloh. Bismillah. Shu xalqimizga ro'zani kunida ozgina bo'lsa ham foydasi tegsin. Mashinasi yo'qlar bor. Mashinasi bo'lib turib, yuklagisi kelmaydiganlar bor. Bo'ladi deydi, boshqa deydi. Ishiga xalaqit beradi. Shuning uchun shuni tashkil qildik, xudo xolasa. Paxtabod tumanimiz bo'yicha shu 62 ta mahallamiz bor. Shundan hozir 50 taga yaqin mahallaga yetkazib berishga imkoniyatimiz inshaalloh yetadi.
Faqat endi birda xaridorlar ko'payib ketgan paytda o'chirit bo'lib qoladi. Yetkazib berishimiz bo'lmasam bemalol bo'ladigan bo'lsa, yarim soatga qolib qolmasdan boradi. O'zi oshib ketsa 5 soat, 6 soatda boryapti mahsulotlarimiz. Yana xudo xolasa yangiliklar qilamiz, shu optim narxni xalqning ichiga kirgizish. Optim narxda xalq iste'mol qilsin, shu 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qo'l bo'lib narx oshib ketmasin degan maqsadda shuni yo'lga qo'yganman. Inshaalloh, shu 1 yildan oshdi. Hozircha yaxshi xaridorlarimiz, Allohga shukr, qiziqish bildirib olganlar yana qayta aloqaga chiqyapti, olib borib beryapmiz. Kiyim-kechaklarimiz, tapchikalarimiz yozga 15 ming so'mdan tapchika sotdik o'tgan yil. Mana 7 mingta tapchika sotdik. Bozorda 30 ming so'm, 25 ming so'm bo'layotgan paytda 15 ming so'mdan tapchika sotdik. Asosan mana shu Uyg'ur xalqi kelib ko'proq oldi. Boshqa joylardan ham Paxtakor, Hayravot, shu tomonlardan ham, sentr tomonlardan ham kelib odamlar olib ketishdi. Mana xudo xolasa yetib kelib qoldik. Mana temir mashga barakam uyga keldik inshaalloh. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz inshaalloh.